Okeylar, bugun sizlar bilan Honda Cryder mashinamizni motorining xarakteristikasi haqida o'rganib chiqamiz. Bu ma'lumot siz okalarimiz uchun ham, shunaqangi mashina olmoqchi bo'lgan okalar uchun ham albatta manfaatli bo'ladi. Ya'ni siz mijoz bo'ladigan bo'lsangiz, Honda Cryder olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda sizni kraskasi yo'qmikin, motori yaxshimikin, ozgina haydaganimdan keyin, ya'ni 6 oy yoki 1 yil haydaganimdan keyin motorda muammo chiqmasmikin degan savollar qiynaydi. Nimaga? Chunki bunaqangi mashinalarni eng qimmat rasxodlaridan biri motor remont hisoblanadi. Agar bordi-yu motoriga katta pul ketadigan bo'lsa yoki ko'p yurmasdan turib motor ish ko'rsatadigan bo'lsa, siz 20 ming olgan mashinangiz absolyutni qimmatlab ketishligi mumkin. Shuning uchun sizga ma'lumot berib o'taman, ya'ni motori chidamlimi yoki chidamsizmi, agar bordi-yu motor remont qiladigan bo'lsangiz qancha xarajat ketadi, shu haqida ham batafsil ma'lumot berib o'taman. Undan oldin esa siz bitta like bosib, YouTube profilimizga obuna bo'lib qo'yasiz. Bizni bu sahifamizda barcha turdagi avtomobillarni motor remont haqida to'liq ma'lumot berib o'tiladi. Hamma videolarimda birinchi o'rinda gapiradigan narsam nima? Motor o'zidan o'zi hech qachon ish ko'rsatmaydi. Siz agar buni zubchati remenlarini vaqtida almashtirmasangiz, moyi vaqtida almashtirmasangiz va yaroqsiz benzin quyadigan bo'lsangiz, motoringiz ish ko'rsatib qolishligi mumkin. Bularda sep bo'lmaydi, zubchati remen bo'ladi. Zubchati remenlarini agar siz nagruska qilmasdan taxometr 3000 dan o'tkazmay haydaydigan bo'lsangiz 100 ming kilometrda, agar nagruska bilan haydaydigan bo'lsangiz har 70 ming kilometrda almashtirib yurishligingizni maslahat berib qolamiz. Bu kichkina remenimiz vazifasi nima deydigan bo'lsanglar, katta remen haqida ma'lumot berib o'tdim. Katta remenimiz vazifasi kalinvalli va raspirvalli aylantirib berish vazifasini bajaradi. Kichkina remenimiz vazifasi esa karter ichida turgan moyni masnasos yuqori qismiga olib chiqib berishlik uchun tinimsiz harakatlantirib turadi. Mashinamizning xarakteristikasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. 3 silindrdan iborat turbo motor, 1 litrli turbo motor bilan jihozlangan bo'ladi. 0 dan 100 gacha tezlanishi 10-12 soniya hisoblanadi. Benzin xarajatiga keladigan bo'lsak, 100 km/soat tezligiga 5-6 litr benzin xarajati yozilgan bu kitobida. Agar bordi-yu nagruska bilan haydaydigan bo'lsangiz yoki sifatsiz benzin quyadigan bo'lsangiz 10-15 litrgacha ham benzin xarajat qilishligi mumkin. Motorimizning ko'rinishi juda ham ajoyib. Xitoy trekker motoriga o'xshash bo'ladi. 3 silindrdan iborat bo'ladi. 1 litrli deb nimaga aytiladi? Yana bir qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu ma'lumotni boshqa videolarda ham aytganman. Ko'rmaganlar bo'ladigan bo'lsa, eslatma sifatida takrorlab o'taman. Silindr ichiga suv quygan vaqtingizda 1 litr suv ketadigan bo'lsa 1 litrli motor deb nomlanadi. Agar bordi 2 litr suv ketadigan bo'lsa 2 litrli motor deb nomlanadi. Bu mashinamizning motor qilinishligiga sabab yaroqsiz benzin. Yaroqsiz benzin quyilgan, porshini yirib ketgan, natijada motor pribo'shlab shaqillab qolgan. Shuning uchun motorlarini ochganmiz, ko'rishinglar mumkin. Gilzalarini polni shlipovka qilib, porshinlarini yangilab, zavoddan yangi chiqqandan qilib motorlarini remont qilib berganmiz. Ko'pchilikda savol tug'ilishligi mumkin. Oka, chetda mashinasi-ku, bizda faqat Jem mashinalarining zapchasi bo'ladi, Chevrolet mashinalarining zapchasi bo'ladi. Bunaqangi mashina oladigan bo'lsam, zapchasiga qiynalmaymanmi deydigan bo'lsanglar, yo'q, okalar, u tushuncha o'zi eskirib boryapti. Nimaga? Chunki zamon rivojlangan sari O'zbekistonda ham inomarka mashinalarining zapchasi ko'payib boryapti. Bemalol qo'rqmasdan olishligingiz mumkin. Motor qismiga ham, hadovoy qismiga ham barcha qismlariga zapchaslar mavjud. Motorlarini 0 dan 100 gacha remont qilinyapti. Agar bordi-yu siz ham Honda Cryder mashinasini oladigan bo'lsangiz, motor tomonida qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol Motor House servisiga murojaat qilishligingiz mumkin. Ma'lumotlarni cho'zmasdan iloji boricha qisqaroq berishlikka harakat qilyapman. Nimaga? Chunki bizni kuzatayotgan auditoriya oddiy auditoriya emas, vaqt pul hisoblangan auditoriya. Sizlarga qisqa va lo'nda ma'lumot berib ketyapman. Nimaga? Chunki ertaga mashina olayotgan vaqtingizda sizga kerakli bo'lgan savollarning javobini aytib o'tyapman. Honda Cryder mashinasini bemalol olishingiz mumkin. Sedan avtomobillar ichida narxiga stoyt bo'lgan mashinalardan biri hisoblanadi. Faqat siz motoringiz ish ko'rsatmasligi uchun va mashinangiz uzoq xizmat qilishligi uchun e'tibor beradigan narsangiz zubchati remenlarini vaqtida almashtirishlik, noto'g'ri benzin quyib qo'ymaslik hamda moyi vaqtida almashtirishlik. Moyi vaqtida almashtirishlik deganda yana bir eslatma qilib o'taman. Ko'rishingiz mumkin, maslopryomnik. Bu maslopryomning vazifasi nima? Motor tagida paddoni bo'ladi. Butun motor qismidagi moylarni ushlab turuvchi paddon. Shu paddonni pastki qismiga qaratib qo'yilgan bo'ladi. Paddondagi moyni raspirvallarga, tepa qismlariga polni yo'naltirib berishlik uchun. Moy vaqtida almashtirmaydigan bo'lsangiz, maslopryomnikni shu setkachalar to'lib qolib, tepa tomoniga moy chiqmasdan muammo yuzaga kelishligi mumkin. Shuning uchun moy vaqtida almashtirib yurasiz. Motor ichlari qorayib ketadigan bo'lsa, maslopryomnik to'lib katta muammolarga sabab bo'lishligi mumkin. Bunaqangi injiq motorlardan emas, normalniy motor, faqat shu vaqtida qarab yurishlik kerak. Bu oddiy texnika. Oddiy misol, inson vaqtida o'ziga qaramaydigan bo'lsa, soch soqollari o'sib, ko'rimsiz holatga ketib qolishligi mumkin.
Motor ham xuddi shunaqa, vaqtda e'tibor bilan yaxshi qarab yuriladigan bo'lsa, hech qanaqangi muammo yuzaga kelmaydi. Zapchastlarini, original zapchast qo'yishinglarni maslahat berib qolaman. Stokalar bo'ladigan bo'lsa, bizda bunaqangi mashinalarni zapchasi ham mavjud. Agar bordiyu zakaz qiladigan bo'lsangiz, sizlarga yetkazib berishligimiz ham mumkin. Buni poddelka zapchastlari ham bor. Ya'ni oddiy misol Porsche'ni $200 bo'ladigan bo'lsa, u misol tariqasida aytilayotgan narx $100 yoki $130 ham bo'lishligi mumkin. Lekin unaqangi zapchast qo'yib beradigan bo'lsangiz, ko'p yurmasdan muammo yuzaga kelib qolishligi mumkin. Shuning uchun motor ichki qismiga eng original toza bo'lgan zapchasidan qo'yishinglarni maslahat berib qolaman. Chunki arzon narsa ko'p yurmasdan muammoga sabab bo'lishi mumkin. O'zbek maqollaridan biri arzonni sho'rvasi tatimaydi. Xullas shunaqa gaplar, shuncha ma'lumot berib o'tdim. Kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldirasiz. Agar bordiyu video qiziqarli bo'lgan bo'lsa, ma'lumotlarim foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, yaqin tanishlarga yuborib qo'yasiz. Albatta o'zingiz uchun saqlab qo'ysangiz ham manfaatli bo'lishligi mumkin. Motorimizni yig'ishda davom etamiz. Agar bordiyu video qiziq bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyingi qismlarda motorimizni to'liq yig'ilish jarayonlarini hamda galovkasini qanday qilib yig'iladi, mashina yurgungacha bo'lgan jarayoni qanaqa, sizlarga alohida to'xtalib ma'lumotlarini berib o'tamiz. Bizdan uzoqlashmang. Hech narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi. Birin-ketin hamma narsaga erishiladi. Qaranglar. Kechaginda motorimizni jarayonlarini ko'rsatgan edim. Oradan bir kun vaqt o'tdi, lekin videoni uzmasdan davom ettirganmiz. Honda Rider mashinamizni motorlarini tayyor qilib olganmiz joyiga o'rnatishlikka. Ya'ni bloklarini yig'ildi, galovkalarini yig'ildi, zubchati remellarini taqildi, bobinalarini qo'yildi, joyiga o'rnatishlikka tayyor holatda. Kuzovga motor pochkalarini ilgandan keyin simlarini, kabellarini va granatalarini ulaganimizdan keyin mashinamiz yurishlikka tayyor bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, motorimiz juda ham bejirim, ixcham holatda 3 silindrli, 1 litrli turbo motor bilan jihozlangan. Videomiz davomida mashinamiz zavodit bo'lgan holatini ham sizlarga ko'rsatib boramiz. Okalar, o'sha va'da qilgan kunim ham keldi. Honda Rider mashinamizni ham deyarli hamma ishini tugatib bo'lganmiz. Ko'rishingiz mumkin, mashinamizni yurgizganmiz. Mashinamiz ishlab turibdi. Motorni yerda turgan holatini biroz avval ko'rsatgan edim. Motorimiz joyiga o'rnatib, yurg'izib tayyor qilib qo'yganmiz. Motor joyiga o'rnatgandan keyingi jarayonlarini ko'rsata olmadik. Nimaga? Chunki ish ko'pligi uchun. Sizlarga asosiy ma'lumot beryapman bu motor to'g'risida. Ya'ni qanday haydaladigan bo'lsa, muammo yuzaga kelmasdan, ish ko'rsatmasdan xizmat qiladi. Qanday qilib haydaladigan bo'lsa, muammo yuzaga kelib qolishligi mumkin. Shu haqida batafsil ma'lumot berib o'tyapman. Har qanaqangi motor borki, bee'tiborlikni, xatoni kechirmaydi. Chunki bu inson emas, kechirim so'rasangiz kechirib oladigan. Kechirishligi mumkin badal evaziga. Shuning uchun yaroqli benzin, yaroqli moy, sifatli antifriz quyib yuradigan bo'lsangiz, uzoq vaqtgacha xizmat qilishligi mumkin. Texnikada tasodif yo'q. Hech qachon o'zidan o'zi bitta muammo yuzaga kelib qolmaydi. Shofyor xatosi bilan yoki o'sha shofyor bee'tiborligi bilan muammo yuzaga kelishligi mumkin. Xullas, Honda Rider mashinamiz 0 dan 100 gacha motorlarini remont qilib berganmiz. Muammosiz zavod takka xizmat qiladi. Agar siz ham shunaqangi mashina haydaydigan bo'lsangiz, bemalol motor remont xizmati bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shunaqangi mashinalar haqida qiziqarli ma'lumotlarni va foydali maslahatlarni o'tkazib yubormaslik uchun Motor House YouTube profilimizga obuna bo'lib qo'yasizlar va ma'lumotlar qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasizlar. Bundan keyingi video obzor qaysi mashinada bo'lsin, yozib qoldiringlar.